Bizning oilamizda oshdan ko'ra kartoshka palon yaxshi ko'rib yeyishadi. Ayniqsa bolalarim. Qanaqa tayyorlashimni sizlarga ko'rsatgim keldi. Balki oranglarda bilmaydiganlar ham bordir. Men 700 gram guruch damlayman, shunga 2 ta cho'mich yog' solaman. Piyoz, go'shtlarni qizartirib qovurib olamiz. Ketidan sabzi, chesnok, pomidor solib qovurishda davom etamiz. Kartoshka qizartiradigan perez, tuz solib 5 daqiqa qovurib olamiz. 2 ta kosa to'la suv solib 30-40 minutga qaynatishga qo'yib qo'yaman. Ovqat qaynayotgan payt bekor o'tirmay ishlarimni qilaman. Mana shu vazani yuvishga rosa ham qiynalardim. Oralarini yuvib, ichini tozalashga qo'lim sig'maydi. Juda ham kir bo'lib ketdi, nima qilishni bilmayaptim. Eng sifatli akvamarin borligi esimga tushib qoldi. Bir qoshiq solib qaynagan suv quyuvdim ustidan. Ishoninglar 2 minutda o'zi top-toza bo'ldi. Bitta yemish qalaganim yo'q. Ana endi ovqatga guruch solib damlab qo'yish vaqti keldi. Mana guruchim suvni ko'p tortadi. Guruchimizni solganimizdan keyin suv kamayguncha baland olovda shaqillatib qaynatamiz. Men orada kovlab turaman. Hamma guruchlarni bir xil pishsin deb. Suv kamaygach 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Tayyor, osh bo'lsin, shifo bo'lsin. Yurakchani qizartirib qo'ying, xursand bo'laman.